Alloh eshitaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Halil akajon sizmi? Men. Yaxshimisiz akajon? Sog'liklari yaxshimi? Rahmat. Tavallud ayyom shukronali kunlar qutlug' bo'lsin. Rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, gapiravering. Rahmat akajon, albatta o'zimni tanishtirib o'taman. Hozirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat ko'rsatayotgan Yurakdan tabriklarim loyihasining boshlovchisi Gulbahor bo'laman akajon. Bizning loyihamizga siz uchun juda ham chiroyli tabriknoma, dil izhorlar kelibdi. Albatta sizni yaqin insonlaringizdan nima deb o'ylaysiz akajon? Kimlardan kutyapsiz? Taxmin qilib ko'rasizmi? Endi o'rtoqlarimdan, qarindoshlardan kutyapmiz. Aha. Yana ham taxmin qilib ko'ring. Yana shu opa-singillar bor. Albatta sizni juda ham mehribon, juda ham pokisor, barchaga namuna bo'la oladigan singlingiz bor ekan. Men akajonimni juda ham yaxshi ko'raman. O'zlari yakka yolg'iz o'g'il bo'lganlari bilan 10 ta akani o'rnini bosgudek juda ham mehribon deya Sayohatxon singlingiz. Qolaversa Mohira Sevara opalar nomidan sizga ajoyib tabrik so'zlari, dil izhorlar kelgan akajon. Rahmat. Juda xursand bo'ldim. Shu opa-singillarimdan kutgandim. Rahmat, xursand qildi. Ijozat etsangiz, ularning shirin maktublarini, dil izhorlarini, she'riy satrlarni yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli, juda xursand bo'lardim. Rahmat akajonim, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Doimo bizga qanot bo'lgan, har qachon suyanch tog'im bo'lgan o'zimning qalqonim, jigaram akajonim. Sizni bugungi tavallud ayyom shukronalik kuningiz 38 yosh 38 bahoringiz bilan jonim akam chin qalbimdan samimiy qutlab qolaman. Sizga uzoq va mazmunli hayot, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Jigarlar uchun jonini beradigan himmatligim, imkoni bo'lsa borini beragan akam, sizni qancha hurmat qilsam, qancha xizmatingizni qilsam shunchalar ozdir. Doimo Alloh panohida bo'ling, suyuklilar safida bo'ling akajon. Ilohim yaqinlar, bizlarning oila a'zolaringiz, aziz farzandlar baxti kamolini ko'rib doimo biz bilan birga yuring. Inshaalloh farzandlarimiz nabiralar to'ylarida ham biz bilan bo'ling akajon. Farzandlaringiz qorilardan bo'lsin, solihlardan, taqvolilardan bo'lsin. Allohning bandasi, shunday suyukli bandasi sizki, Allohim sizga mana shunday uch pahlavondek o'g'illarni bergan. Mana shu ukalarimda baxt va kamolini ko'rib yuring. Mehribon kelinoyim bilan juda ham chiroyli, juda ham mazmunli hayot kechiring akajon. Bilasizmi, sizdek akam borligidan hamisha har doim faxrlanib kelganman. Chunki barchaga namuna bo'la oladigan, barcha havas qilgudek jonim akam borda akajon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman akajon. Ortimdan yo'qlab kelguvchim, kezi kelsa maslahatlarni ayamasdan doimo hol so'raganim, to'g'ri yo'lga ko'rsatganim, dunyoning oq-u qorasini tanitganim, yaxshi bo'l deya yaxshilikka chorlaganim akajonim. Sizdek akam bor ekanki, hamisha baxtliman, shodonman. Alloh hamisha yuzingizni yorug', martabangizni ulug' qilsin akam. Kasb-koringizga hamisha barokatlar tilayman. Allohim shunday boyliklar bersinki, shunday barakalar bersinki, ehtiyojmand miskin oilalarni yo'qlaydigan, uylar tarqatadigan darajada sohiba boylardan qilsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ota-onam, barcha jigarlar, oila a'zolaringiz, bizlarning baxtimizga hamisha mana shunday kulib yuring akajon. Bilasizmi? Bilaman, juda ham ko'p insonlar, mahallamiz ham, boshqa insonlar ham sizga havas ila boqishini, juda ham sizga havas qilib, qaniydi meni ham o'g'lim mana shunday inson bo'lsa edi deganlarni ham eshitganman akajon. Albatta, meni ham yolg'iz o'g'lim sizga o'xshasin, ya'ni tog'ajonisini yo'lini bersin, Allohim o'zidan ko'paytirib ketishini doimo duo qilaman. Akam, sizga hamisha havas qilaman. Go'zal oilangizga ham, o'zingizga ham
hamisha jigarlarini yo'qlaganim, ortimizdan yo'qlab kelganim, bilasizmi? Sizni hattoki bitta qo'ng'irog'ingiz menga olam quvonch shodliklar beradi. Singlim, men borman degan so'zingiz menga hamisha kuch bag'ishlab kelgan akajon. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Bilaman, o'zingizga sira ham ayta olmaganman, lekin biling, dunyolar qadar sizni yaxshi ko'radigan mehribon singlingiz bor. Akalikni qilgan akam, xato qilsam do'qlagan akam, men beboshni o'ssin deb yo'g'imda ham yo'qlagan akam. O'zidan ko'p meni o'ylagan, g'am cheksam men g'amga bo'ylagan, ko'zim kulib qo'shiq boshlasam qo'shilishib birga kuylagan. Chertib ko'ngil sozim akam, tinglasangiz dil rozim akam, ko'nglingiz ko'tarib yuray akajonim, jon akam. Siz borsizki tilagi bo'tman, baxti bo'tman, yuragi bo'tman, yaratganga beadad shukr, armonlarga butkul unutman. Qaddingizni quchib yashayman, poyingizga jonim to'shayman, yonimda siz doim yayrab yashayman, o'xshasam ham bir sizga o'xshayman. Chertib ko'ngil sozim akam, kuyladim dil rozim akam, otam kabi doim bizlarni duo qiling akajonim, jon akam, deya sizni judayam yaxshi ko'ruvchi mehribon singlingiz Sayohatxon opamiz sizga ajoyib sog'inchli dil izhorlarini yo'llab qolibdi akajon. Katta rahmat. Albatta akajon, loyihamiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Ularga ham shirin tilaklar, dil izhorlar bo'lsa bemalol yo'llab qolishingiz mumkin. Men ham shuncha chiroyli tilaklar uchun rahmat deyman. Bunday go'zal tilaklarni kutmagandim. Singillarim ham sog' bo'lsin, oilalari bilan tinch bo'lsin, ular ham farzandlarini huzurini ko'rsin. Doim mana shunaqangi yaxshi kunlarida ularni ham men xuddi ular meni tabriklaganday tabriklash menga ham nasib qilsin deb yaxshi tilaklar tilab, hammasiga yana baxt tilab qolaman. Doim sog' bo'lsin. Meni yo'qlab yuradigan mana singillarimga hammalariga uzoq umr tilayman, oilalariga tinchlik, totuvlik tilayman. Rahmat. Albatta. Havas qilgudek mehribon akajonim bor ekan, rostdan ham. Bilasizmi, singlingiz bilan kecha suhbatlashganimda judayam sizni ta'riflashda shoshib, judayam siz haqingizda ajoyib samimiy tilaklar bildirganda, to'g'risi sizga judayam havasim keldi akajon. Hamisha mana shunday yaqinlar mehr muhabbatida ardog'ida yuring, oilangiz bilan hamisha sog' salomat yuring. Xonadoningizda baxtli kunlar hamisha hukm sursin. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Mana shunday yaxshiliklar ulashdan charchamay xursand bo'ldim. Rahmat, omon bo'ling akajon.